هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-Enfal tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-Enfal suresinin 30. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaxtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Mekke'den haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatadi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Mekke xalqining payg'ambar alayhissalomni o'ltirish yoki solab qo'yish va yoki Mekke'den haydab chiqarib etish uchun planlagan suiqasdini bayon qilish to'g'risida. Seni qamoqqa ilish. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Qatada qatorliqlar bu oyatni seni bog'lab qo'yish uchun deb tafsir qildi. Suddi seni solab bog'lab qo'yish deb tafsir qildi. İmam Muhammad ibn İshaq İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Quraysh kitobi har bir qabiladan 100 obro'yliq bir qancha kishi kengash uyga kirish uchun to'plandi. İblis salobetlik, mo'ysbit odamning suratida ularning oldiga chiqdi. Ular uni ko'rib, uningga "Sen kim?" dedi. U "Men Necde ehlidan bir mo'ysbit odam bo'laman. Men sizlarning yig'ilganliklaringizni anglab, sizlarning kengashinglarga qatnashmoqchi bo'ldim. Sizlar mening fikrim va nasihatimdan hargiz mahrum qolmanglar" dedi. Ular "Bo'ldi, kengash uyiga kirgan" dedi. U ular bilan birga kengash uyiga kirdi. İblis bu odamning Muhammed aleyhisselam demekçi. İşiga obdan qarab beqinglar. Allah'ın namı bilen qasamki, u özünün dinini sizlarning dininglardan üstünlükke eriştirgili qasd qilibdi emasmi dedi. Ulardan biri Muhammedni bağlab solab qo'yayli, ondan onu xuddi ilgari o'tgan shoirlardan Zuhayr ve Nabiga qatorliqlar o'lgandek vaqtning o'tishi bilan o'lgichilik kutib turayli. U shu shoirlarning biriga o'xshaydi dedi. Necdilik mo'ysbit qiyobat kirib olgan Alloh taolaning dushmani iblis yuqori ovoz bilan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, buning men fikr bersam nima deysizlar? Alloh taolaning nomi bilan qasamki, uni solab qo'ysanglar, uning Robbi uni solaqliq yeridan sahobalariga cho'qim chiqarib berdi. Yoki uning sahobalari uning solaqliq yeriga besib kirib, uni qo'linglardan qutuldirib elib chiqib ketdi. Sahobalar uni sizlardan qo'g'daydi. Ular sizlarni yurtinglardan chiqarib etam degan deb xotirjam bo'lolmayapman dedi. Mushriklar mo'ysbit odam rost aytdi. Buningdan boshqa bir chora tepinglar dedi. Ulardan biri uni aramizdan haydab chiqarib etib, uningdan qutulayli. U yurtimizdan chiqib ketsa, uning qilayotganlari bizga hech ziyon yetkazolmaydi, ziyon keltirolmaydi. Agar u aramizdan g'oyib bo'lsa, uning aziyatlari qayerda yuz bersa beriversin. Biz uningdan qutulsaqli bo'ldi. U bizdan boshqa bilan bo'lib ketdi.
dedi. Necdilik moyspit qiyafati kirib olgan iblis Allah Teala'nın namı bilen qasamki, bunun men bir fikir bersem nima deysizlar? Muhammed'nin sözünün tatlıqını, tilinin ravanlıqını görmedinglarmi? Onun sözünü anlayan adamlarning dilleri eriplik etidi. Allah Teala'nın namı bilen qasamki, onu yurtinglardan chiqarib etsanglar, ondan u Arablar bilen uchrashsa, ular çoxum onun atrofiga to'plashidi. Şunun bilen u sizlarga qo'shin tatib keladi. Sizlarni yurtinglardan chiqarib etadi va ichinglardagi 100 obro'li kishilarni o'ltiradi, dedi. Mushriklar bu odam rost aytdi. Allah Teala'nın namı bilen qasamki, buningdan boshqa bir chora tepinglar, dedi. La'nati Abu Cahil, Allah'ın namı bilen qasamki, men sizlar tahi o'ylashib bakmagan bir fikirni o'ttirga qo'yman. Men buningdan boshqa chorani muvofiq deb qaramayman, dedi. Mushriklar. U qandoq fikir, dedi Abu Cahil. Sizlar har bir qabiladan bir yosh, kuchli va chabdast yigit tanlanglar. Ondan ularning har biriga o'tkir qilish beringlar. Ularning hammasi Muhammadni xuddi bir odamni chopqandek tangli chopsin. Ular uni shu usulda o'ltirsa, onun qisasi hammasiga tang yuklanadi. Shuning bilan Hashim jamiyati qabilasidagilar Quraysh qabilalarining hammasiga urush ichishga petinolmaydi deb o'ylayman. Hashim jamiyati qabilasidagilar bu ahvolni ko'rganda to'lamni qabul qilishga rozi bo'ladi. Bizmi uningdan qutulamiz. Uning bizga yetkazgan aziyatlarga xotima beramiz, dedi. Necdilik moyspit iblis Allah'ın namı bilen qasamki, bu adamning fikri toza bo'ladigan fikir. Men buningdan boshqa fikrni muvofiq deb qaramayman, dedi. Shunda qilib ular bu fikrga hammasi qo'shilib tarqab ketishdi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, mushriklarning suiqasdini uninga yetkazdi va uni bu kecha o'z o'rnida yatmaslikka buyurdi. Şu keçisi Peygamber aleyhisselam öz öyde yatmadı. Şu çağda Allah Teala onunla Medine'ye hicret kılıp öyden çıkıp ketişki buyurdu. O Medine'ye yetip gelgenden keyin Allah Teala onunla Sure Enfal'ını nazil kılıp onunla bala qaza yetmey, bala qaza yetey dep kalganda bağışlagan nimetini bayan kılıp mındak dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaxtida kafirlar seni qamoqqa elish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Mushriklarning uni xuddi ilgari o'tgan shoirlarning o'lganidek zamanının hadisalarida ölüşünü kütümeyiz degan sözü hakkında Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Ular aytidi, u şairdir. Biz onun zamanının hadisalarga yo'liqishini kutamiz. Mushriklarning Muhammed aleyhisselamga qasd qilish uchun to'plangan bu kuni qattiq qiyin kun deb ataldi. Suddidimmi mushu vaqalikning mazmuni rivoyat qilindi. Muhammed ibn İshaq Urva ibn Zubayr'ning Allah Teala'nın ular mikir ishiltidi, Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allah'ның tadbiri ularning mikridan unumlikdir degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni mening puxta tadbirim bilan ularning mikrini barbod qilib, seni ulardan qutuldirdim. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila oldik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir, dedi. U o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa,
osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. Qurayshliklarning Qur'onga o'xshash bir kitob keltira olamiz deb bildirganlik to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo Qurayshlarning kufrlik qilganligi, tarsalik qilib haddidan oshganligi, haq bilan qarshilashganligi va ularga Alloh taoloning oyatlari tilovat qilib berilsa, ular bu oyatlarni anglagan chaqda quruq da'vo qilganligidan xabar berdi. Ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uning o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydik deydi. Bu ularning amaliyotga oshmaydigan quruq so'zdan iboratdir xolos. Chunki ulardan bir qitim emas, bir qancha qitim Qur'onga o'xshash bir kitob keltirib beqish talab qilindi. Biroq ular bunday qilishga hech qanday yo'l topolmadi. Ular faqat bu quruq so'zi bilan o'zlarini va o'zlarining botil so'zlariga ergashganlarni aldaydi. Aytilishicha, bu so'zni qilgan odam la'nati Nazir ibn Harisdir. Bu haqda Said ibn Jubayr, Suddi ibn Jurayj va boshqalar to'xtalib mundaq deydi. La'nati Nazir ibn Haris Paris yurtlariga berib, ularning podshohlari Rustam, Asfandiyar qatorliqlarning qissalarini o'rganadi. U qaytib kelgan chaqda Alloh taolaning payg'ambar alayhisalomni payg'ambar qilib avatganligini, uning kishilarga Qur'onni tilovat qilib berayotganligini ko'rdi. Shuning bilan Nazir Payg'ambar alayhisalom da'vat qilish uchun turgan har bir so'rinda o'ltirib kishilarga Paris podshohlarining qissalarini so'zlab berdi. Ondan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, qaysimizning qissasi yaxshi ekan, meningmi yoki Muhammadningmi dedi. Shunga Badr urushi bo'lgan kuni Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomga Nazirni asir ilish imkoniyatini berganda, Payg'ambar alayhisalom ko'z oldida uning kallasini ilishga buyurdi. Shunda qilib uning kallasi ilindi. Barliq hamd sana Alloh taolo xosdir. Subhanalloh. Burunqilardan qolgan afsonalardir. Ya'ni bu burunqilarning afsona kitoblaridir. Muhammad shu kitoblarni o'rganib, uni kishilarga o'qib berdi deydi. Mushriklarning bu so'zlari ochiq yolg'ondir. Bu vaqtda Alloh taolo ulardan xabar berib, yana bir oyatda mundaq deydi. Ular aytdi: "Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hibzi qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zimindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ya'ni Alloh taologa tavba qilgan va Alloh taolo tarafga qaytgan kishining tavbasi Alloh taolo tavbasini Alloh taolo qabul qiladi va uning gunohlarini kechirdi. Mushriklarning o'zlariga azobning tez kelishini talab qilganlik to'g'risida. O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan dedi. Bu ularning nihoyat nodon ekanligi, haqni qattiq inkor qilganligi va uningga qarshi chiqib bo'yin tovliq qilganligidan iboratdir. Bu ularning ayblashiga tegishli ishdir.
aslida ularning ey Alloh, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, bizni shu haqiqatga boshlagan, bizni uningga ergishishga nasib qilgan deyishi lozim. Lekin ular o'zlariga azobning tez kelishini tilab azobni tilashni birinchi o'ringa qo'ydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular sendan azobning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtida keladi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtum-tut keladi. Ular masxara qilish yo'li bilan Rabbimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga baldurroq qiyomat kunidan ilgari bergan deyishdi. Bir tiliguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kafirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tiladi. U azobni hech odam qaytara olmaydi. U azob osmon sho'tilarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan, ilgari o'tgan ummatlarning nodonlarimi shundoq so'zlarimizni qilgan edi. Şuayb alayhissalomning qavmi uningga mundaq degan: agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Mushriklardan nadonliqqa uchiga chiqqanlar. Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Imom Buxoriy Shu'badan Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U so'zlarni qilgan odam Abu Jahil ibn Hishamdir. Shuning bilan uning haqqida bu oyat nozil qilindi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Payg'ambar alayhissalomning mavjud bo'lib turganligi va mushriklarning istig'for etib turganligi uchun Alloh ularga azobni tushirmaganligi to'g'risida. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Baytullohni tavob qiladi va ey Alloh, biz sening chaqirig'ingga ovoz qo'shib keldik. Sening hech shirking yo'q deydi. Payg'ambar alayhisalom rost deydi. Ular ey Alloh, sening chaqirig'ingga ovoz qo'shib keldik. Sening shirking egi bo'lgan narsaga sen egidorchilik qilsan deydi. Ular yana ey Alloh, bizni mag'firat qilgan deydi. Shuning bilan Alloh taolo sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi degan oyatni nozil qildi. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi: mushriklarda ularni azobdan saqlaydigan ikki narsa bor edi. Biri Payg'ambar alayhissalomning ular orasida hayot turishi, yana biri ularning istig'for etishidir. Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tdi, istig'for etish bo'lsa qilib qoldi. İmam Tirmizi Abu Musa'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh menga mening ummatimni azobdan saqlaydigan ikki narsa haqida mundaq oyat nozil qildi deb, sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi degan oyatni o'qiganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom o'zining olamdan o'tsa,
ularning orasida istig'for etishning qiyomat kunigachilik qoladiganligi haqida mundoq degan. Shak shubhisizki shayton: "Ey Rabbim, sening izzating bilan qasamki, bandalaringning jonlari tanlarida bo'ladigan bo'lsa, men ularni davomli ozdirib turman" dedi. Rabbim mening izzatim bilan va buyuklikim bilan qasamki, ular menga davomli istig'for etibli tursa, men ularni hamisha mag'firat qilaman. Bu hadisni Imom Ahmad va Hakim Abu Saiddan rivoyat qilgan. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Al-Anfal tefsirinden 33. ayetkiçi anladığınlar. Ahirini keyin qıtımlıq oquşumuz davamlaştırımız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.